C vitamini foydalarini hamma bilsa kerak. Bunisi gel umivaniya. Juda ham zo'r gidrofilning masallalari bilan vitamin C. Yana bitta mahsulotdan Lancelot seriyasidan parfyumli seriyamiz mujskoy. Mana bu ikkitasi birda ham shampun, ham gel cho'milsa bo'ladi. 400 ml. Kattagina. Gyaluronka seriyasidan mana mitsilarga, mana yuz chiskalarga borganimda ishlataman men ko'pincha. Juda ham zo'r barakali. Bu yuzimizni super suvsizlanishdan yaxshi qilib beradi. Suvlanish normasini bajarib beradi. Kislorod bilan ta'minlaydi. Mana 270 ml kattagina anchaga yetadi. Shunaqa bundan 3 ta kelgan hozir. Keyin gaz seriyasidan mana juda ham zo'r mahsulotlarimizdan tonik. Men o'zimda tonik tugagan, o'zim ishlatib zakaz qildim. Bunisi nabor qilib zakaz qildim-da. Mana bunisi mitsilar nevada juda ham katta idishda. Hozir mana grammini aytaman sizlarga. Grammi 400 ml, salkam yarim litr degani. Ay, mana bunisi gel umivaniyasi. Bu ham zo'r, juda ham mahsulotlarimiz super foydali, effektli. 200 ml. Shunaqa qizlar 126 ballik tovarim mana shu tovarlar bo'ladi. Hozir ochib ko'rsataman. Men o'zim uchun oldim. Faberlic Home seriyasidan mana ko'rsataman. Faberlic Home seriyasidan shunaqa patchashkasi bu. Ham qoshiq, ham stakan sig'adi bunga. Hozir chashkani ham ochib ko'rsataman. Chashkasini bu ofislarda qo'yish uchun oldim o'zim uchun. Uyimizda har doim foydalanib yurgan chashkalarimiz bor. Faberlic'dan 3 yil, 4 yil bo'lgan olganimda. Sinmaydi, rangi ketmaydi. Mahsulotlar juda ham zo'r. Mana bu chashkasi mana. Chashkasi. Ko'rsataman.